Leksimizi devamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Endiki mavzu. Bugünkü İslah 2021 yıl 3. ayının 6. günü endiki mavzu. Amerika Qoşmuş Ştatları, Devlet Mahkemesi'nin azaları, Devlet Meclisi'nin azaları, Uygurlarning siyasi panohlik talab qilishi to'g'risidagi qonun loyihasini yezishni jiddiyleştirdi. Mavzuda xabar 3. ayının 6. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandı. Bugün endi Amerika ovozida tunigini o'tirib chiqqan ichki siyoset birinchi yuqorida so'zlab bo'ldik. Vatandaşım bayonot e'lon qilib Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Hong Kong Uyg'uristonga qandaq ifoda bildirdi. Yuqorida ko'rdik. Endilikdagi davomi davlat majlisida bo'lib o'tgan ichki siyoset o'tirg'i chiqdi vatandaş. 2 nafar partiya guruhlardan alqıgan davlat majlis a'zolari dal hozir Uyg'urlarning siyosiy panohlik elishi to'g'risida qonun loyiha yezishini tizlatdi. Bu Jungoning ziyonkashligiga duch kelgan musulmonlarni asos qilgan oz sonliq millatlar to'g'risida tunji qatam qonun ma'qullash uchun ko'rsatgan tirishchanlikdir. Florida shtatining parlament a'zosi bo'lib saylanib kelgan davlat majlisining 2 nafar a'zosi Demokratlar partiyasi mansubi Ted Deutsch ve Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Mario Diaz-Balart. Keler hep de Uygurlar kişilik hukuk qo'g'dash qonuni o'ttirg'i chiqardi. Agar bu qonun ma'qullikdan o'tadigan bo'lsa, bu qonun Uyg'urlarning Amerikada siyosiy panohlik iltimos qilish sistemasida 2. qatamliq avval e'tibor berish qonun loyihasi bo'lib qoladi. Bu 2. qatamliq degani bunda avval Hong Kongdagilarga shunday siyosiy panohlik berish to'g'risida qonun loyiha ma'qullagan. Shunlashqa bugun Uyg'urlarning qonun loyihasi 2. qatamliq bo'lib qoladi. O'tgan yili 10 oyda Dutch yetakchi bo'lib 31 nafar ishga partiya mansublari shu vaqtdagi davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ga va davlat bexatarligi ministrligining muvaqqat ministri Wolfga imzoli xat yozib Uyg'urlarga viza berish tartiblarini tezlatish to'g'risida haydakchilik qilgan. Uyg'urlarga avval birinchi bo'lib siyosiy musafirlik salohiyati berishni o'ylashgan. Balki umumiy yuzlik salohiyat berish son cheklimisini yuqori ko'tarish va Amerikadagi Uyg'urlarni qo'g'dashni o'ylashgan. Navbatda bu qonun loyiha qancha nafar Cumhuriyetçiler Partisi mensuplarining qo'llashiga erishdi. Bu tarafi aniq emas. Lekin bu qonunni yozuvchilar mundaq dedi. Biz shuning ishonamizki, davlat majlisida Jungoga qarshi turadigan mo'tadil Cumhuriyetçiler partiya a'zolarining qo'llashiga erishdik. Uyg'urlar saqlana olmaydigan siyosiy panohlikka iltimos qilishni yuqori ko'tarish masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ko'rsatib berishiga hojati tushmaydigan bo'ldi. Siyosiy musofirlik salohiyati bilan Amerika hukumatidan bevosita siyosiy panohlik tilisi bo'ladi. Bunun bilan Beijing 3. davlatning futurishini topshirib elib, balki ularni Jungoga o'tkazib berishni talab qilishlardan ansirashning o'rni qolmadi. Yaqindan beri Jungo Uyg'urlarni atrofidagi davlatlarning Uyg'urlarni g'albilik qaytirib keldi. Yaqindan beri Jungo atrofidagi davlatlardan Uyg'urlarni g'albilik qaytirib keldi.
Gerçi kişilik hukuk teşkilatları ve demokratik devlet hükümetleri Cungo hükümetini bu mesele boyunca tanqitlab tursunmu? Dairlarning Uyg'uristonda Uyg'urlarga muomala qilish usuli xalqaro jamiyatning ayblashiga uchrab keldi. Prezident Trump hükümeti Uyg'uristonda kişilik huquqqa tajovuz qilishga chetishliq Cungo amaldorlarini embargo qilib, Cungo hükümetining Uyg'uristonda irq yo'qotish jinoyati o'tkazganligini jakarladi. Bu yil 1-oyning 27-kuni ikki partiya mansublari senatorlar qaror loyiha o'tirg'a qo'yib, Uyg'urlarni majburiy emgakka selish bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini chekladi. Leksiyanın davamını anlayış vatandaş.